Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Andijonda juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan 2 xonali kvartiramiz bilan sizlarni tanishtiraman. Sizlarni kvartiramiz bilan tanishtirib o'taman. Eshikdan kirishingizda to'g'rida vanna qismi juda ham chiroyli, nafis, yaxshi remont qilingan. Vannadan chiqqanimizdan keyin o'ng qo'lga yuramiz. Birinchi xonamiz bu ota-onalar yotoqxonasi. O'zingizlar villaga moslab hamma narsani mebellarni olib kelib qo'yib joylashtirsanglar bo'ladi. Dash konseynerlarga joylar tashlab ketilgan. Eng asosiysi aynadan qarasangiz juda ham zo'r. Undan keyingi xonamiz kuxnya, oshxona. Oshxona qilib foydalansanglar juda ham ixcham, hamma qulayliklarga ega. Bu yerdagi, bu lokatsiyadagi eng afzalli tomoni bu yerlarda gazdan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Kommunikatsiyalar o'rnatilgan. Uyimiz hozirgi holatda ham hali kommunikatsiya yoqilmagan bo'lsa ham issiq. Kommunikatsiyalar yoqqanlardan keyin ham juda ham issiq bo'ladi. Oxirgi xonamiz bu yerda zal qismi, mehmonxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Kvartiramiz 5-kichikdaqa Furqat bangisasini orqasida muhtasham uylar turar joy majmuasida joylashgan. Hammalarga yaxshi kayfiyat. Narxlarni opsiyada yozib qoldiramiz. Albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan da zo'r kvartiralarni sizlarga taqdim qilamiz.